Assalomu alaykum hammaga. Men bloger Halima sizlar bilan bugun qanaqa qilib hamma ishlarimga ulgurishim haqida ozgina va qisqacha, keyin bo'lsa bitta o'q bilan ikkita quyonni urganim haqida aytib bermoqchiman. Shunaqa qilib bugungi kunim ertalab tongi 6dagi qo'shnimga ukol qilishimdan boshlandi. Keyin uyga kelib o'qitlarimni qilib oldim. Kir har doimgidek har kuni tushadi qizlar. Men har kuni kir mashinani 2-3 marta aylantirmasam bo'lmaydi. Sizlarda ham shunaqami? Hozir spalniyda yotmayapmiz Muhammad bilan. Bolajonlarni hammasini detskiga ko'chirganman, chunki spalniyda katta oynadan balkon chiqadigan eshigim bor. O'tdan zax shunda uradi. Shuning uchun qizlar unda story qo'yganimda so'rovdinglar. Aytgancha ko'pincha storiesga juda ham foydali ma'lumotlar qo'yib turaman qizlar. Shuning uchun har bitta storiesimni qoldirmay ko'rishinglarni tavsiya beraman. Meni auditoriyamda yaqinda tug'gan, ona bo'lgan va tug'adigan ayollar hammasi va yosh onalar, ular uchun juda ham foydali bo'lyapti. Har kuni 10-15 ta shunaqa SMSlar keladi qizlar. Mana bu yerda ham bolajonga nima dorilar berayotganim haqida ma'lumot berib o'tyapman. Aytgancha, meni uydagi muammoim bor edi qizlar. Shunaqa xunuk bo'lib turardi. Eshikdan kiraverishim, shunaqa chiroyli oynalar oldim. Bu oynalarni sizlar ham hamyonbop va bejirim qilib yasatib olishingiz mumkin. Mana shu profilda qoldiraman. Sizlarga albatta obuna bo'lib olinglar va shulardan olinglar.